Hozir tanishligi uchun boshlayman. Men sizgacha bo'lgan davrda ishoning hammasini qilib ko'rganman. Ongli ozishni qilganmisan degan savol ber. Dunyodagi eng kuchli va qiyin savollardan biri bu nima uchun degan savol. O'zingiz isbotlaysiz, keyin chiqaman dedim. Ayoli xohlaydi, lekin eri xohlamas ekan. 8 kilo ozdim birinchi oyda. Reming qotdi-da, ko'ryapsizmi? Mana. Nega oldingilari ishlamadi-ku, nega sizniki ishlayapti degan savolni o'zimga berdim-da. Harakatimizga sarflaydigan quvvatni biz 53% ko'p baholaydi ekan. Hayotimda birinchi marta to'yga borib oshayman. Hozir shunaqa zamonda yashayapmiz. Oshqozonni ovozini eshitishga ulgurmayapmiz hozir. 100%lik o'qda ketmaydi-da. Har bunaqa bo'lib turadi-da. Baliq beraymi senga? Baliqni ovlashni o'rgataman. Siz bergan ma'lumotlarni men bolalar bilan ulashishni boshladim. O'zimizcha ozmoqchimiz, o'zimizcha defitsit qilyapmiz-ku, lekin tayinlandingmi? Yo'q, tayinlanmaganman. aqli bor odam inkor qila olmaydi. Tibbiyot bu fikrlar ustiga qurilmaydi. Tibbiy nuqtai nazardan ham va bizni yaratuvchi ko'radigan nuqtai nazardan ham normada endi bu.